Assalomu alaykum. Mening ismim Asror. Men mart oyida bo'lib o'tgan imtihonlarda F5, ya'ni Performance Management paperdan imtihon topshirib, topechevir bo'ldim. Albatta bu paperni o'rganish boshqa paperlarga nisbatan birmuncha qiyinchiliklarga boy bo'ldi. Chunki paper qamrovi juda ham kengligi hamda o'zim tanlagan noodatiy o'qish uslubi ham bunga asosiy sabab bo'ldi deb o'ylayman. Ya'ni odatda management paperlari F2, F5 hamda F9 ketma-ketligi tarzda o'qilsa, men tezkor tartibda o'qishga qaror qildim. Shu tufayli F9 hamda F5 paperlarda topechevir bo'ldim. F9 hamda F5 paperlardan topechevir bo'lganimdan so'ng darhol F2 kurslariga ro'yxatdan o'tishga qaror qabul qildim hamda kurs yakunlanmasidan oldin may oyida ushbu paper bo'yicha ham imtihon topshirdim. Natijada F2 paperdan ham 85 ballni qo'lga kiritdim va o'ylaymanki, F2 paperda yuqori natijaga erishishimga asosiy sabab yuqori paperlar, ya'ni F5 hamda F9 kurslarida yetarli darajada bilim olganim hamda ko'nikmalar hosil qilganimda deb o'ylayman. Bu natijalarga erishishimda o'qituvchim Mirasol Rahmonov hamda FBA Academy jamoasiga cheksiz minnatdorchiligimni bildirib qolaman hamda kelgusida ACCA ning boshqa paperlarini ham aynan ushbu akademiyada o'qishni rejalashtirib qo'ydim. ACCA o'qishga qiziquvchilarning barchasiga FBA Academy ni maslahat qilib qolaman. FBA Academy. Study ACCA with professionals.